har bir katta manzilning o'z boshlanish nuqtasi bo'ladi. Kimdir bu yo'lni kichik maktab sahnasidan boshladi. Kimdir ilk bor tomoshabin qarshisiga chiqib, o'zidagi yashirin iste'dodni kashf etdi. Bugun esa ularning orzulari, izlanishlari va mehnati bitta manzilga tutashdi. Bu manzil Turon maktab teatri tanlovining respublika bosqichi edi. Dasturlarimiz orqali xabar berib borayotganimizdek, ayni loyihaning final bahsi barcha jarayonlardan ham qizg'in va professional tayyorgarlik ko'rilganligi bilan yanada ilhom baxsh ruhda o'tdi. Biz bu gal qur'a tashlashda 7-chi bo'lib chiqish mas'uliyatini yelkasiga olgan hudud andijonlik o'quvchilarning bellashuvlaridan xabar beramiz. Sahnaga Andijon viloyati Andijon jamoasini taklif etamiz. Hardan birga bo'lib birdan andijonliklar keldi. Andijonliklar keldi. Voy bolalar, qizlar, qani qizlar? Yana uxlab qolishganmizda. Axir bugun Turon maktab teatrining respublika bosqichi. Uyg'otamiz unda. Qani ketdik. Maktab yutuqlari-ku. Biz bu shartga ham tayyormiz. Qani ketdik. Andijon bag'ridan esgan shaboda har nafas dillarga beradi orom. Shumayin shabod orqali do'stlar. Bizning jamoamizdan salom, assalom. Andijonning So'lim Bo'stonida joylashgan bizning 11-maktab 1964-yil tashkil topgan. Maktabimiz 2023-yil zamonaviy maktab maqomini oldi. Maktabimizda 800 nafar o'quvchiga 60 nafar ustozlar ta'lim berib kelmoqda. Ulardan 20 nafar oliy, qolganlari birinchi va ikkinchi toifali ustozlardir. shuningdek 12 nafar ustozlarimiz A+ sertifikat egalari. Ingliz tili o'qituvchimiz xalq ta'limi a'lochisi. About 20 students have IELTS and SAFER certificates. Hozirda 4 nafar ustozlarimiz vazir ustamasini olib kelmoqda. O'quvchilarimizdan 20 nafari muddatlar oldin talaba bo'ldi. Sportchilarimiz O'zbekiston va Qozog'istonda o'tkazilgan sport musobaqasida faxrli o'rinlarni olib kelmoqda. Hatto Zahiriddin Muhammad Bobur uchun tayyorlagan sahna ko'rinishimizni viloyat hokimimiz yuksak mukofotga loyiq topdi. Tuz oq Zahiriddin Muhammad Bobur. 100 oq Zahiriddin Muhammad Bobur. Arishtayu ayishdin ko'ngilni zinhor. O'z oq Zahiriddin Muhammad Bobur. Alhamdulillah. Hindistonda Boburiylar imperiyasiga asos soldim. O'g'lim Humoyun Mirzo xuddi odil hakamlar singari adolatni ixtiyor qiling. Shunda shoh ra'iyatdan, ra'iyat shohdan xotirjam bo'lur. Saltanatni boshqarishda bobomiz Amir Temurning yogitlari yodingizda bo'lsin. Xo'p bo'ladi shohim. Sizga vasiyatim shu. To'jtaxt muborak bo'lsin. Tojidan muborak bo'lsin. Tojidan muborak bo'lsin. Sizga bo'lsa kechmishlarim bitilgan kitob, kuygan yurak adabiyotlarim qoldirajakman. Ilm oling. Zero ilmdan boshqa najot yo'qdir. Shabboblikda shabgir etgan Andijonim o'zi mening. Boburiylarga mos bo'lgan ruhimiz nomi Andijon sho'rimiz. bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz. o'g'lim, Labbay shohim. roq ne demakdir? Vatan demakdir. Hech, Labbay shohim, vatan ne demakdir? or nomus demakdir. Alixon, Labbay shohim, ana shu bir xo'sh tuproq uchun nelarga tayyorsan? jon olib jon berurman. Shu bir xo'sh tuproq jon olib jon berishga arzurmi? Shu tuproq uchun jonimiz fido bo'lsin. Bizni uyg'onishga majbur qilgan Abdulla Avloniy asos solgan. Turon truppasi Maktablar nigohida. Andijonim o'qdi. Vatanimga
deb et faxru g'urur o'g'lim biz E'tiboringiz markazida Andijon viloyati Andijon jamoasi bo'ldi. Bu yerga kelishning o'zi katta mehnat natijasi. Har bir chiqish ortida oylar davomida qilingan tayyorgarlik, izlanish va jamoaviy mehnat mujassam. 14 ta hudud, 14 jamoa. Ammo yuzlab yoshlarni birlashtirgan yagona maqsad bor. San'at orqali ezgulik ulashishdir. Mazkur loyihadagi ilk shart sahnada o'ziga xos rang-baranglik olib kirdi. Jamoa o'z hududini tanishtirar ekan, unda nafaqat tarix va bugungi yutuqlar, balki yoshlarning vatanga bo'lgan mehri aks etdi. Bilimlari sinalgan ikkinchi shartda esa ular kitobxonlik ko'nikmalaridan qay darajada tajribaga ega ekanliklarini ko'rsatib berdilar. Fransuz yozuvchisi Jules Verne'ning o'zining 15 yoshli kapitan asarini kimga sovg'a tariqasida yozadi? O'g'li Mishelga. Ikkinchi savol. O'zini avar xalqining so'nggi shoiri sifatida afsus bilan ta'riflovchi shoir kim edi? Rasul Hamzatov. Xalqaro Nobel mukofoti sovrindori hisoblanmish fransuz adibi Romain Rolandning Jean Christopher romani necha jilddan iborat? 10 jild. To'rtinchi savol. O'zbek davlat akademik drama teatri prezident farmoni bilan nechinchi yilda milliy teatr maqomi berildi? 2001-yilda. 18-asr o'rtalarida yuzaga kelgan rus milliy teatrining asoschisi kim? Volkov. Andijon viloyati jamoasi 5 ta savoldan 5 tasiga to'g'ri javob berdi. Teatrning eng kuchli tomoni u insonni o'zligini ko'rsatadi. Sahnadagi qahramon taqdiri ba'zan tomoshabinning o'z hayotiga nazar tashlashga sabab bo'ladi. Shu bois 3-shartda yosh ijodkorlar tarbiyaviy mazmundagi spektakllarni namoyish etishdi. Har bir asarda bugungi avlod uchun zarur bo'lgan qadriyatlar mujassam. Mehr va oqibat, halollik, ota-onaga hurmat, bilimga intilish, yurtga sadoqat. Yosh havaskor aktyorlarning samimiy ijrosi esa ushbu g'oyalarni tomoshabin qalbiga yetkazib berdi. Andijonlik bolalarning ham mahoratidan 3-shartda yuqoridagi g'oyalar asosida professional tayyorgarlik ko'rganliklari yana bir karra isbotini topdi. Mavzuga qaytib ish ko'rish xayrli dedilar. Shunga ko'ra mavzida yaqin o'tgan kunlarda tariximizning eng kir qonli kunlari bo'lgan Sovet davridan belgiladik. Muhammad Yusuf Qora quyosh dostonidan parcha. Yurtlar ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim. Ko'ksing bo'lashaqin o'g'lonlaring bor. Soqovni qamashdi. Soqov dushmanni, siyosiy savodsiz anqov dushmanni Qamashdi. Bir kunda paysalga solmay. Ayboniq edi. Aybi ma'lum edi. Xudo hayotini to'g'ri ayta olmay. Hammaning oldida Soqchiga o'ldirar. Qaldirar, o'ldirishar. Endi uni o'ldirar. Qoldi uyi, qoldi g'urbat xonasi. G'urbat xonasida qari onasi. Yana bir zot ketdi. Shunday qilib Soqovni boshiga 7 ostili o'rmonda Soqovni otishdi anqovligi uchun. To'g'rirog'i, tug'ma soqovligi uchun 40 yil bo'ldi bunga. 50 yil bo'ldi yo'q. Mana endi Soqovning onasi haqiqiy Soqov. Umr nima? Ey odam.
ehtiyot. Omad nima ey odam? Yo'q, omad. Ayvondagi qaldirg'och. Orzu nima ey odam? Ey bo'ldi meni qornim och. Yolg'on nima ey odam? Yolg'on. Yolg'on o't o'smas dala. Haq nimadir ey odam? Haqiqat. Haqiqat yetim bola. Sevgi nima ey odam? Sevgi. Sevgi. Sevgiga yo'q ehtiyoj. Unda baxt nimadir ey odam? Baxt bir kosa atala. Tol kosada atala. Tol kosa nima ey odam? Tol kosami? Tol kosa hayot jura. Atala nima ey odam? Stalin boboydan so'ra. Stalin boboydan so'ra. Buning uchun qamoqxonada eng tansiq narsa qog'oz edi. U hamma joydan faqat qog'oz qidirardi. Bir daqiqa sayrga olib chiqsa, devorlar tagida sarg'ayib, g'ijim bo'lib yotgan bir parcha qog'oz olib, boshi osmonda yana qonga ovqat payti ham. Bir kuni ana shunday ming mashaqqatlar bilan yiqqan qog'ozlari katta bir qo'l yozmaga aylandi. Endi uni qanday qilib bo'lsa ham tashqariga odamlar orasiga yetkazish zarur. Lekin qanday qilib? U turma boshlig'iga meni qabul qilishingizni so'rayman deb qayta murojaat qildi. Boshliq zerikdi. Qahraton qish kunlarining birida boshliq issiq pechka oldida oyoqlarini chalishtirib o'tirib, Qo'yib yubormoq ko'rsin. Qo'yib yubormoq ko'rsin. Qo'yib yubor. Nega kelding? Sizdan o'tinib so'rayman. Mana shu qo'lyozmalarimni odamlar o'qsin. Mayli keyinchalik oqlanib ketsam yoki yoqqa ber. Yo'q. Nimalar qilyapsiz? Meni bu ablahlarning oldiga kim boshlab keldi? Oyoqlarimmi? Nahotki shuncha ko'rginliklarni ko'rib ham ko'zlarim ochilmadi. Nahotki bu boshda zarracha aql bo'lmasa. Nahot u meni jalloddan yordam so'rab borishga undadi. Yo'q, men hoziroqlarni yorib tashlayman. Yo'q. Shunga kiradi. Qodiriy bobom bemador, bemajol, behol, beorom, igniga eski bir to'n kiyib olgan. Shineldir balki u kimdandir qolgan. Shunga kiradi. Qodiriy bobom, tur. Buncha ko'p uxlading bolam. Va borib mening salomim ayt. Bobosin sog'ingan musichalarga. Yuki yengil kelxon tuya chavraqi bo'lur. Ko'p gapiradigan odamning esa qo'lidan ish kelmas. Barcha ma'nolar sukut ichida yashirin. O'qing va tafakkur qiling. Shunda asl javobni topursiz. Ey millatning kuyuchagi. O'tgan kunlar she'ri senikimi? Ammo o she'r emas. She'rmi? She'rmasmi? Avtori senda. Ты что, решила остаться? Вы как великим писателем, написавшим, вы должны и привезли. O'lim haq. Men hech qachon o'lmasa deblikka intilmaganman. Illo o'zbek ziyosi hech qachon o'lmagan. Жизнь прекрасна!
Посмотри вокруг! Ведь твой труп должен успеть гнить. Ты останешься врагом народа. Сволочь! Siz bizning jismimizligini tuproqqa loyga qolishga imkonlisiz. Bizni biz qilgan haqiqatni emas. Uni qancha bukmang, shuncha yana qayta qaddini tiklayveradi. Ну ладно. Biz g'arbning yozganlari xalqlarni birlashtirajak. Bizni o'qir bitta bo'lsin, o'quvchi bor ekan, biz hech qachon o'lmagaymiz. Ko'zimga yosh to'lar mana shu yerda. Qo'ynimga tosh to'lar mana shu yerda. Ko'zimga tor bo'lib ko'rinar olam. Oh oltin boboma, voh tillo bobom. O'tgan kuning qursin, Abdullo bobom. Menga juda aziz uning siymosi. Bir qarasam yo'qdek sira qiyosi. U bir bag'ri daryo, bir bag'ri toshdir. U bir quyosh, ammo Qora quyoshdir. O'zbek emas. Agar bu zotlarni tanimagan bo'lsa, xalqim deb yashagan bu zotlar nomi qalblarda mangu qoladi. Andijon viloyati Andijon jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu jarayonda ular nafaqat rol ijro etdi, ular his qilishni, balki bir-birini tinglashni o'rgandi. Bir so'z bilan aytganda, jamoa bo'lib katta maqsad sari harakat qilishdi. Galdagi hudud Sirdaryoda ham jamoaviy jipslik, g'alabaga bo'lgan ishonch ruhida o'quvchilar bor imkoniyatlarini ko'rsatib berdilar. Keling, jarayonlarni o'zingiz ko'rib baho bering. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar. Bu ishonchdan to'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar. Ko'ksi baland yoshlar yurt ardog'imiz. Aslimiz so'rsangiz Nurdaryolikmiz. Yo'llarni yashnatgan Sirdaryolikmiz. Turon birlashtirgan barchaga bu kun ta'zimdamiz. assalomu alaykum. Bizning birinchi maktab Bag'riy maktab. So'yinliqlardan biri tashkil etilgan 1997-yili. 35 Avrastos ta'lim beramiz sizlarga. Xudoning bilimli barcha o'g'il qizlarga. Mana bugun sahnada qarshingizda turibmiz. Bu yil navbatda g'olib jamoa bo'lamiz. Bizning guruh buyuk Turon avlodlari. Bizning shior birlikda qudrat, bilimda shior buyuk Turon avlodlari. Chamanzorlar bo'lsin, unsin gullola. Elga yurtga kerakli farzand bo'laylik. Turon maktab teatrini targ'ib etaylik. Maktabimiz to'g'risida gapir. Hamma gaplaring to'g'ri. Boshlaringni o'qib nima qilasizlar? Endi robot borku. Ha, u hamma narsani biladi. Ha, Pixel Brand. Pixel Brand desalaring ham bo'laveradi. Pixel Brand maktab to'g'risida gapirib ber. Sizning maktabingiz yaxshi maktab. Sizning maktabingiz namunali maktab. Bo'ldi. Bo'ldi. Bilmas voy, buning hech narsani bilmaydi-ku. O'rgansin. Boshladik. Boshladik. Bizning maktab
fanlar olimpiadasida rus tili fanida hamda ona tili va adabiyot fanlarida faxrli birinchi o'rin Nurli Askandar. Qisqa qilib aytganda, sportchi san'atkorlar deysiz, kitobxon va bilimdonlar deysizmi? Barchasi bizning maktabda. mana bu turgan joylaringiz esa teatr. teatr bu aktyor, teatr bu rejissyor, teatr bu drama bo'ldi. Bo'ldi? Teatr bu ibratxonadir. Teatr bu tarbiya maskanidir. Teatr bu millat ko'zgusidir. Hayot bu teatr. Undagi insonlar esa Aktyorlardir. Qani? Men sun'iy intellektga emas, o'zimni bilimimga ishonishim kerak ekan. To'g'ri. Unday bo'lsa senga ham ofarin. Eslab qol. Bilim komillikka, ma'naviyat esa yuksaklikka yetaklaydi. Jumurda chaq, jumurda chaq, jumurda chaq, jumurda chaq. Yallaga jor, yallola, yallola ashaylik. Tanloga xonajam bo'lib, didorlar ashaylik. Tanloga xonajam bo'lib, didorlar ashaylik. Turon bahonajam bo'lib, didorlar ashaylik. Sizlar bilan Sirdaryoning buyuk turon avlodlari jamoasi bo'ldi. Yallama yorim, yallola, yallola ashaylik. Tanloga xonajam bo'lib. E'tiboringiz markazida Sirdaryo viloyati Buyuk Turon avlodlari jamoasi bo'ldi. Bu yerga yetib kelish ishtirokchilar uchun oson bo'lmadi. Avval maktab, keyin tuman va hududiy bosqichlar. Har bir saralashda kuchli tayyorgarlik, ijodiy izlanish va raqobat bor. Eng munosib deb topilganlar mamlakat miqyosidagi sahnada o'z imkoniyatlarini namoyon etmoqda. Ular turli hudud vakillari, lekin barchasining qalbida bir xil tuyg'u bor. Ta'lim muassasalari, viloyati va o'z iste'dodini munosib ko'rsatishdek mas'uliyat mujassam. Bilimlari sinovdan o'tgan jarayon ikkinchi shartda ana shu intilish yaqqol sezildi. O'rta asrlarda Farg'ona hukmdorlari qanday atalgan? Xon. Mo'g'ulistonning Gobi sahrosini safdoshlari bilan kesib o'tib, Yaponiya armiyasiga qarshi kurashgan o'zbek yozuvchisi kim? O'ljash Sulaymon. Boshqatdan. Ikkinchi savol. Mumtoz adabiyotda ikki tilda mahorat bilan she'r bita oladigan shoirlar qanday ataladi? Oybek va Alisher Navoiy bita olgan shunaqa? Yo'q. Javob yo'q. Mo'g'ulistonning Gobi sahrosini safdoshlari bilan kesib o'tib, Yaponiya armiyasiga qarshi kurashgan o'zbek yozuvchisi kim? O'ljas Sulaymonov. Xalq dostonlarini kuylashda ishlatiladigan cholg'u nomi dutor. Teatr atamasi qaysi so'zdan olingan va ma'nosi nima? Yunon tilidan olingan bo'lib, tomoshaxona degan ma'noni bildiradi. Oxirgi savol. Tomoshaxona tomoshalar uchun joy. Rahmat. Sirdaryo viloyati jamoasi ozgina hayajonlanishdi. 5 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berishdi. Sirdaryo viloyati jamoasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Teatr hayotning sahnadagi aksidir. Unda har bir qahramon, har bir voqea tomoshabinga ma'lum bir xulosa beradi. Tanlovning 3-shartida o'quvchilar aynan tarbiyaviy ahamiyatga ega spektakllari bilan ishtirok etdi. Bu asarda bugungi yoshlar hayoti, insoniy qadriyatlar va jamiyat uchun muhim tushunchalar yoritildi. Ba'zi sahnalar kulgu ulashdi. Ayrimlari esa qalblarni larzaga soldi. Ammo har birining yakunida bitta maqsad bor edi: insonni yaxshilik sari undash. Sirdaryolik yoshlar ham 3-shartda ana shunday ibrat maktabi yaratgan loyihaning ayni sinoviga jiddiy tayyorgarlik ko'rgani sezildi. Sahnaga Sirdaryo viloyati Boyovut tumani 41-maktab Buyuk Turon avlodlari jamoasini taklif etsak, Chingiz Aytmatovning Somon
Suvg'onoy, Suvon, sovqatmayapsanmi? Suvon, To'lg'onoy, Suvon. To'lg'onoy, qara, somon yo'li. Ha, Suvon, somon yo'li. Osmonning u boshidan bu boshigacha cho'zilib yotibdi. O'sha paytlar bizning baxtli kunlarimiz edi. Suvon ikkimizni qo'limizdan qish demay, yoz demay ketmon tushmadi. Evaziga biz uylik, joylik bo'ldik. Qolaversa, niyatimizga yetib biz uch o'g'illik bo'ldik. Suvon. Ona, Qosim, Onajon! Maysalbek, ona. Jayno. Ota, ona, akam qayerdan ekan olib keldi. Qarang. Ota, ona, muallimlikka o'qish uchun shaharga ketyapman. Yo'q, qo'rqaysan. Maysalbek, Maysalbek, Maysalbek. Urush, qanaqa urush? Nega urush? Maysalbegim qayerda yuribdi ekan? Yana ishga olib ketdimi ekan? Meni xavotirga solmay, xat yozib yuborsa bo'lmasmidi? Maysalbegim, ha? Maysalbegim. Nima edi? Maysalbekdan xat kelsa, manzilinga solib yuboring. Bu sizga omonat, ona. Yo'q, 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 Qosim. Qosim. To'lg'onoy, bu nima qilganing-a? Ikkimiz kim edik? Mana shu yer bizni odam qildi axir. Bilib qo'y To'lg'onoy. Urush shunday davom etaversa, men ham ketaman. Barchamiz ketamiz. Urush tufayli hayot ancha og'irlashdi. Ovulda katta kuch bo'lgan erkaklar birin-ketin frontga jo'nab ketishdi. Yo'q, Jayno. Jayno bunday qilma, yo'q. Ena, Jayno. Jayno, ona, Aliman, meni kechiringlar. Jayno sevib ketayotganim yo'q. Uni yomon ko'rganimda ketyapman. Otam, akam, el deb qo'chaga yursa, meni bu kichkina jonim. Ulardan ham asmini. Meni kechiring. Yo'q, yo'q. Jayno, Jayno bola. Nega bunday qilib bola? Nega? qandayin zahmatkash insonlar edi. Suvon, Qosim,
bilasanmi ona yerim? Maysar begimdan kelgan xat. Esingdami? Onajonim. Oq ustingdan aylanayin, onajonim. Seni qanday insonligingni bilmasam edi, bu xatni yozmas edim. Jajji bolajonlarni o'qitish o'rniga qo'limga Qur'on olib, jangchi bo'ldim. 1 soatdan keyin vatanim topshirgan ishga borib, qaytib kelmayman ona. Lekin sen yig'lama ona. Bunday o'lim uchun hech kim yig'lamasin. Onajon, hech kim. Maysar begim o'lgani yo'q. Uning nomi manguga qoldi. Hey odamlar, sizlarga nima kerak? Yermi? Mana oling, u hammaga yetadi. Mening farzandlarim o'lgani yo'q. Ha, ular tirik. Ular vatanni sevib, uni ardoqlab, o'z jonlarini fido qilishdi. Ularning nomi butun umr manguga qoldi. Eshityapsanmi? Eshityapsanmi, momoyerim? Enachim, qarang, askarlar qaytishyapti, enachim. Men sizni hech qachon tashlab ketmayman. Enajonim. Keling, sochlaringizni tarab qo'ying. Urush ham tugadi. Men ham brigadirlikni topshirdim. Aliman, o'g'limiz atrofida bir begona cho'pon o'rlashib yuribdi. Bilmasa, shu orada Aliman farzandli bo'ldi. Qosimimning omonatini asray olmadim. Aliman. Enajon! Aliman, shoshma, Aliman! Buncha qahri qattiq bo'lmasa dunyo. Enajon, buncha beshafqat bo'lmasang dunyo. Enajon, ana yana zamon yo'li. Topsinga! Demak, hayot tap-taqir tugab qolmabdi-da. Ey dunyo, mana shu mitti-jon uchun yana bir bor sen bilan olishib ko'rsamchi. Sen isming Jonpo'lat. Men seni ham otang, ham onangman. Enajon!
Tanlov davomida yoshlarning ijrosi, sahna madaniyati, obraz yaratish mahorati va ijodiy yondashuvi baholandi. Ammo bu jarayonning eng katta yutug'i bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortganidir. Bugun Turon maktab teatri sahnasida faqat spektakllar namoyish etilmadi. Bu yerda yangi iste'dodlar kashf qilindi. Yoshlarning orzulariga yo'l ochildi. Eng muhimi, qalblarga ezgulik urug'i qadaldi. Chunki teatr tugagan joyda uning ta'siri davom etadi. Bugungi yosh ijodkorlarning sahnadagi ovozi esa ertangi O'zbekistonning ishonchli qadamlari aks sadosidir. Biz final tafsilotlaridan xabar berishda davom etamiz.